بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey Allahqa, onun payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, o'zinglarning yoki ota-onanglar va urug' tuqqanlaringlarning ziniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, ularning boy yoki kambag'al bo'lishiga qaramay, adolatda ching turadigan, Alloh roziligi uchun durust guvohlik beradigan bo'linglar. Alloh ularga sizlardan bakrak yaqindir. Ularga nimaning foydali ekanligini obdan biladi. Shunga nafsi xohishinglarga berilib, yaqinlaringlarga yon besib, adil va durust guvohlik berishdan yuz o'rmanglar. Yolg'on gap bilan guvohlikni o'zgartib etmay, uni o'z peti ado qilinglar. Durust guvohlik berishdan bosh tortmanglar. Guvohlikda haqiqatni yushirmanglar. Agar sizlar haqiqatni burmilasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Alloh haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turadi. Sizlarga shuningga qarab mukofot yoki jazo belgilaydi.